Vücudumga akıl berip, meni candan aziz berip, meni bekip östürgen ana. Müşakkatga bolup kalkan, bana şatlık ata kılgan, baxt tilep arzu kılgan ata. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol körsetken ata-anam. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol körsetken ata-anam. Çekremden ata kadın dökülmesin mağay mengü senin izinden. Ana gülke üzülmesin gülüp turgan nurluk çekremden. Ata kadın dökülmesin mağay izinden. Ata kadın tükürmesin. Bana Otuz komnattı. Ben kayda. Buraya nasıl kapkamağandı ya? Болды. Ялғандан бір нәсіп істеген қияпат кіріп алмай. Қонып келім. Расма? Рахмат Аділет сізге. Әмсе, маңа йотқан көптеп тұрамсыз. Мен сафады ұқылай. Болмысы қоректат, баллады ұқылатмайды кемін. Сафады бұт қолыңызын созып ята алмайсыз. Ята қойды ұқылам. Ha? Yatakta mı? Belki Safa'da yatqınız bu Safa'da yetti verin. Buldu Makri. Misal. Ай, акаң түнөгүн яны Адиланын кашты конуп капты ма? Шүрдүң не апа? Тек ишке кыттам конупту. Менин чөп кыттам ишкисти чоккун ярышып калалайды. Ой, шунда болсо бек жакшы болуп дежем. Бек чоңуну күтүп кетмеңла. Yeni балланы очурса ухлаган болсучу. Ondan болмас. Бу bir-birsin шундай жакшы көрүшөргөн турса, һәм yengem акамны кубул кып болду. Şu. Ha bo'pti. Men ish qilmoqdim opa hamsa. Ma'qul bolam, xo'sh. Xo'sh. Oy. Yeni ish olsa yaxshi bo'ldi dejim o. 진진.任哪医生？院长，咱们聊一聊吧。好，在哪儿？要不然在我这儿吧。坐，给你接点水啊。喝水。院长，真的对不起，我不知道该怎么说。没关系的，我一开始不就是说让你利用我吗？
这次我也彻底明白了，我不是举来提的对手。园长，不过这次的感情也没有白付出，至少我努力过，尝试过，最后知道了结果，不遗憾了。谢谢你啊。你如果不去北京，是不是有些可惜啊？是，有点可惜。但是留在这里有很多事要做。咱们也别变得这么尴尬了。在我走之前还要见面呢。就算你在这期间改变了心意，我也不会接受的。好的。Şimdi ishman dedim-ku, badangiz ziyonli. Qilmadi ishonma. Karınız bo'lmasin men bilan. Men bugun shunday cho'ng ishlarni bajarib etdim. Qo'llarim qurib ketdi. Nima uchun ishni bajardingiz? Men shu yana doktor Beyjingga bormayman dedim. Rasman? Ajab yaxshi. Navbatdagi ish qilibsiz Jumamal ekan. Ha, Kech biltaman xeyli. bo'ladi? Keyin cho'qqi mening yegim banasini yeymiz. Katta yo'q. Xotirjam bo'ling. Men qilmay. Amis men chiqib ishlarimni tugatgach turay, ya. Bo'ldi. Bu bo'lmabdi. Bir qarz yag'andagi chiqibdi. Demisam taz degandek yaxshi chiqmabdi ya bu. Rejissor rostni ishlasa qanday bo'lar? Mayra, siz yordam qiling. Men? Men madaysiz-ku, nayt shu qalbingizni ishiltimiz bu yerga. Uni siz umidning vasitasiz. Boshqalarga qaraganda sizning chiqqaningiz yaxshiroq bo'lar. Bo'lgan ishim bo'lmaydi, bir haqiqatan yordam qilaman. Siz bilan hammasi qilyapti. Vaqtda qiz. Rejissor bu. Bular. Nechega? Men o'zim kerak. Hadi ba'zilarga başdan hazırlar çıktı. Tamoq chiqchi. Mevsulatlar deyil ha? Siz Mila? Tushunlikni ishib qo'yamdi. Adila, bu pek oddiy bo'lib qoldi. Biroq pul topganda cho'qim sizga alma so'z gap beraman. Biz yarashib qolaylik. Ben sizga yaxshi muomala qilaman. Ben cho'qib tirishaman.
Manga bir necha kun vaqt beramsiz? Men yaxshiroq bir o'ylashib boqay. Yaxshi o'ylashim. Cho'qim yaxshi o'ylashim. Bugun havo yaxshiki. Siz yanimda bo'lsangiz, texim yaxshidek bildik. Meni tabriklab, ishimlikdan bir ishib qo'yaylikmi? Tabak yedinglar mı? Papa keldiniz mi? Nagman az kech bo'lganda? Do'stimni uyida kitobimni unutib qolibdi ekan to'q. Nima kitob diyor bu kechda akamsiz bo'lmaydigan? Topshirig'imni unutib qolibdimi? Atakilang, bekashib ketdi, sirtqa chiqmang. Ma'lum ati yig'di. Tez berib tez keling, ha, bekashib ketdi. Ma'qul. Balam köz qarağım Allahi balam Allah Nimandaq oxumaysiz balam Mendan ansiratamsiz Men yaxshi Xotirjam uxlanglar.
doktor, qandaroq? Ciddi xarakterli soqurcha yalıq olub qapdı. Lekin operatsiya ayt oңuшлuk oldu. Әнсірім салам болды. Әмсіме кірсем боламда? Bu operatsiya орны biz yataqqa chiqqan ekan ko'rishib olsanglar bo'ldi. Әнсірмаңlar, ha? Ma'qul, rahmat sizga. Apa. Qandaroq qizim? Opam qanaqa? Ishtimamidi? Ansirma qizim. Meni qilaman. Kech bo'lib ketdim desa chiqdimmi? Bunday emas qizim. Apangiz ishtimamidi? Acha yig'lama. Yulduz, nima dedingiz? Acha yig'lama. Meni tushunmamasdi. Yulduz deya qildi. Meni bir achadimi? Acha. Yulduz gap qilaoladigan bo'ldi. Apa, qopdingizmi? Atilla, uyg'ondingizmi? Doktor sizni ciddi xarakterli so'qiruvchi yalg'u dedi. Hozir ish yo'q. Yaxshi aramasınız bo'ldi, ha? Doktorxon qanday gap qildi? Sizga telefon qilmagandim. Adila, to'xtab turma. Sayra qilmoq to'xtab turma hozir. Yulduz. Yulduz bana telefon qilibdi. Yulduz. Qara. Papa dana. Appa. Yana birdami? Yulduz bana telefon qilib, apam ag'rib qoldi deydi. Bizning Yulduz sizning hayotingizni qutqizib qoldi. Rahmat canım bana. Bunchalar ish bo'lib ketkicha bizga telefon qilib bir xabar qilsanglar olmamdi bolam. Biz shunda xotirjam uxlab ketibdik ha. Shunda qanday olib ketdi? Shu jiddiy xarakterli so'qiruvchi ayol ekan dada. Uning ustiga bu kasal qo'zg'alsbek og'irdi demasmi? Endi shu operatsiya qilib davolamay boshqa amal yo'q. Voy, unda olsa bu ham doktorxonada bir mezgil yetish kerak-da bunda. Va bolalarni qanday qilganda? Akam aka o'tdi dada, yo'lda. Ha, buni yaxshi qilibdi. Aycan, ne mandaqchiq ansiraydigan ishlar bu uydagi. Haros, abba, dada, sizlarga deydigan yana bir hayron qoldigan ish bor. Yana nima ish bor bola? Biz qaytib keldik. Oy, keldinglar. Bolalar kelibdi. Kelinglar. Bolam, Adilaning ahvoli qandayroq? Ha. Bu amma yaxshimi? Oy, yaxshi qizim, yaxshi. Yulduz. Chapa, changda yaxshi deb bering, ha? Changda da yaxshimi? Qaranglar. Hayron qoldik Hashmiga. Ben bütün gün görüp ağzını çay açınımda basamağım ben.
Küçük ama da bir Psixika doktorunun söz bo'yicha aytganda, uyda boshqa odam bo'lmag'ach, apsa og'rib qolgan vaqtida majburnish tuyg'usi tufaylidan ig'iz ichib ketibdi.你也听说我被拒绝了吧？人娜说她不会去北京的。那个，不用安慰我。你安慰了我，我生气了，显得我格局太小了。如果我装作什么事情都没发生过，那也太假了。好。对了，好好珍惜热娜。我说的真心话。好的。O'xshabdimi? Siz adam ko'mganda qarab o'tirsiz, tomoq yemay. Ha. Yeme. Bir chiroyli bo'lib ketibmanmi? Bak chiroyli bo'lib ketibsiz. Har siz bir gapni deb qo'ying. Men tax sizlar yarashib turishni o'ylab baxmadim-jimi? Garchi yana doktorni rad qilgan bo'lsam, bu sizlar yarashib qolganligimdan derak bermaydi. Men tax to'liq o'ylash bo'lamadim. Shu siz hozircha pek ortiqcha o'ylab ketman. Kim ortiqcha o'ylab ketibdi? Men tax bu narsa demadim-ku. Qara xapovatqingizni. Siz xaposangiz ham chiroylaringiz qizdirib o'zgarib ketadi. Chiroyingiz chiqib ketadi. Xapo'g'anki, xapo'g'an gap demamsiz. Nim chiroyim ishlab tortisiz. Bo'ldi deyishmayli. Zodi siz bilan chiqishamaydiganligimni bilib turibmi-chu, men yarashaman degandan keyin menda sarang. Siz sarang emas, men sarang, men. Ya? Nima ish qilyapsiz? Og'rib ketdi. Qashdan qilmadim. Oyringiz bilan chopishib qolib aytib qopilib ketdi. O'zingiz aytdingmi hamsa? Men. Unda qilsangiz o'zingizga o'xshamay qoldi ekansiz. Bo'ldi, unda qilmay. Nima ketib ketdi? Unda qilsam bo'ldimi? Tungi ishlar yuz bermadi deb o'yladim. Xo'jayin. Hisobotni qo'ydim. Hey, mana taboq olamni qo'ya. O'ylab qo'ysam, ikkimiz ayrim mundaq sayl qilib ma'lumotli yama o'zim bo'lib ketibdi. Shunda biz ajrashib ketib turibmi? Yana biz sayl qilyapmiz. Nima degan g'alati ishlar bu? G'alati taqiyom. Rasga qilsam ishimni to'ygandan beri siz chin ko'nglimni ifodalagan mening eng chong xatoliqim bo'ldi. Meni kechiring. Men sizni yaxshi ko'rmay deganda ko'p so'zlarni asosiyatdan deb boqmabdim.
Şu vaqtim o'zimni butunlay o'zgartgan bor. Biz hammani qaytadan boshlayveradi. Men o'ylashgan. Lekin mening amdiyani konsinim desigim yo'q. Men sizni yaxshiroq tushunib baqqan bor. Asta-asta chiqishib, qiziqishingizni, odatlaringizni bilib baqqan bor. Biz avval ikkimiz yaxshi paranglashib, muhabbatlashib baqaylik. Albatta bo'ldi. Vaqtim sizni butun vujudim bilan qo'g'dayman. Ben bak, korkma. Bu yer kep bakmalı, xel uzun bo'pti. O'ylab baqsam, o'qish boshlagandan keyin men bak aldirashib ketibdim-a. Undaqdimi? Nima bo'lmsin, kelgusimiz uchun tirishayotimiz emasmi? Haras. Men sizga qaragan, men sizni yana bekroq yaxshi ko'rganman-ku. Undoq emas. Sizga qaraganda men sizni bekroq yaxshi ko'raman. Men sizni bekroq yaxshi ko'raman. Undoq emas. Men sizni bekroq yaxshi ko'raman. Ayol ishkayla muhabbatlashayotganmi?